Xabaringiz bor, 7-avgustdan hayvonlarni identifikatsiya qilish, ularni ro'yxatga olish va kuzatish to'g'risidagi qonun kuchga kiradi. Shu munosabat bilan ijtimoiy tarmoqlarda va aholi orasida endi hayvonlarga pasport oladimi, endi hayvonlarni zagsdan o'tkazamizmi degan noto'g'ri, ya'ni bemaza gaplar avj oldi. Aslida hayvonlarni identifikatsiya qilish orqali buning mohiyatini tushungan insonga foydali jihatlari ko'p. Ya'ni aytishimiz mumkinki, daydi egasiz itni identifikatsiya qilish orqali undagi yuqumli kasalliklarni, ya'ni quturishning oldini olish, ya'ni uni blokada qilish imkoni mavjud bo'ladi. Masalan, bozordan hayvon sotib olmoqchisiz. Ushbu identifikatsiyada hayvonning yoshi, kelib chiqishi hamda qaysi kasalliklarga qarshi emlash ishlarini amalga oshirganligi to'liq qayd etiladi. Biror molda xavfli kasallik aniqlansa, uni qayerdan kelganligi va qaysi suruv bilan aloqada bo'lganligi tezda aniqlanadi. Davolash tarixi va emlash bazasi shakllantirib, go'shtdan dori qoldiqlari yo'qligi kafolatlanadi. Iste'molchilar va qayta ishlovchi korxonalar mahsulotning qaysi qishloq xo'jaligidan kelganligini aniq bilishadi. Darvoqe, endi identifikatsiya qilingan hayvonni o'g'irlash va noqonuniy sotish qiyinlashadi. Chunki hujjatda hayvon egasi aniq ko'rinadi. Banklar va sug'urta kompaniyalari faqat identifikatsiyalangan, ya'ni raqamlangan hayvon uchun kredit yoki sug'urta polisi ajratadi. Biz hayvonlar salomatligini asrash orqali insonlarning dasturxoni to'kinligi va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlaymiz. Zero sog'lom kelajak xavfsiz oziq-ovqatdan boshlanadi.